Assalomu alaykum. Pulingiz bor, biznes boshlamoqchisiz. Ammo nima qilishni, qanday mahsulot ishlab chiqarishni bilmay boshingiz qotyaptimi? Biz kanalimizda sizga daromad olib keladigan katta yoki kichik biznes rejalarini taqdim etamiz. Bizni kuzatib boring. Demak, bugun bizda saqich ishlab chiqarish biznes rejasi. Birinchi, loyihaning maqsadi. Sifatli hamda raqobatbardosh saqich ishlab chiqarish va bozor talabini qondirish orqali daromad olish. Ikkinchi, mahsulot tavsifi. Turli ta'mdagi shirin, mentol ta'mli va mevalar ta'mini beruvchi saqichlar ishlab chiqarish. Qadoqlash hajmi 10 ta yoki 20 ta paketchali. Uchinchi, bozor tahlili. Mijozlar, do'konlar, supermarketlar, kichik savdo nuqtalari. Raqobatchilar, mahalliy va import qilinadigan saqichlar. Albatta, narx, bozordagi o'rtacha narxga real raqobatbardosh narx belgilash kerak. To'rtinchi, ishlab chiqarish uchun zarur ashyolar va asbob-uskunalar. Asosiy xarajatlar taxminiy narx AQSh dollari bilan hisoblaganda. Ishlab chiqarish uskunalari, siqish mashinasi, aralashtirish mashinasi, qadoqlash liniyasi taxminan 15 ming, 20 ming dollar atrofida. Xom ashyolar: shakar, glitserin, penya pasta, ta'm beruvchi moddalar, rang beruvchi moddalar taxminan 2000-3000 AQSh dollari atrofida. Va qadoqlash materiallari: plastik paketlar, qutilar taxminan 500-800 AQSh dollari. Elektr energiyasi va suv: oyiga 200 dan 300 AQSh dollargacha. Ishchi kuchi 2 yoki 3 ishchini hisobga olsak oyiga 400 yoki 500 dollar atrofida. Bino ijarasi: agar shaxsiy bino bo'lmasa, oyiga 400 dollardan 600 dollar atrofida. Bu ham tanlagan joyingizga, shahar yoki chekkaroq joyligiga qarab narxlar har xil albatta. Ruxsatnomalar, litsenziyalar va boshqa davlat soliqlari. Taxminan 300-500 AQSh dollari. Va albatta, reklama. Savdoda reklamaning juda katta roli mavjud. Marketing va reklama uchun yana oyiga 300-400 AQSh dollari yoki undan ham kam yoki ko'p sarflashingiz mumkin. Beshinchi va asosiy kerakli vosita bu umumiy boshlang'ich sarmoya. Barchasini hisoblab chiqsak, uskunalar 17500 AQSh dollari. Xomashyolar 2500 AQSh dollari. Qadoqlash materiallari 700 AQSh dollari. Boshqa xarajatlar, yuqorida yana aytilgan qolgan mayda xarajatlar barchasi 1200 AQSh dollari. Jami taxminan 21900 AQSh dollari. Oltinchi, ishlab chiqarish hajmi va sotish narxi. Masalan, kunlik ishlab chiqarish hajmini 50 ming dona deb hisoblaymiz. Sotish narxi: bitta qadoqda 10 paket saqich bo'lsa, har bir paketda 10 tadan. Jami 100 dona saqich. Bitta qadoqni taxminan 1 AQSh dollaridan sotamiz. Bir oyda 25 kun ish kuni deb hisoblasak, bir oyda ishlab chiqarish hajmi. Kunlik 500 qadoq saqichni 25 ga ko'paytirsak 12500. Oy davomida savdo daromadi 12500 AQSh dollari. Yettinchi, oylik xarajatlar. Dollarda hisoblaganda. Zarur xom ashyolar 2500 AQSh dollari. Ishchi kuchi 700 AQSh dollari deb olaylik. Elektr energiyasi va suv 250 dollar atrofida. Bino ijarasi 500 dollar. Reklama va marketing 350 dollar. Va boshqa xarajatlar 200 dollar. Jami 4500 AQSh dollari. 8. Oylik daromad va foyda. Daromad 12500 dollar. Oylik xarajatlar 4500 dollar. Hisoblab chiqsak, sof foyda 8000 AQSh dollari. 9. Loyihaning foydaliligi va rivojlanish istiqbollari. Kiritilgan investitsiya 3 oy ichida o'zini qoplaydi. Yana mahsulot assortimentini kengaytirishingiz mumkin.
Yangi bozorlarga chiqish uchun reklama va distributsiya kanallari rivojlantiriladi. Daromadni yana oshirish uchun sifat nazoratiga alohida e'tibor berish. Bozor talabi va mijozlar fikrini doimiy eshitish. Narxlarni doimiy raqobat darajasida saqlash. Mahalliy xomashyo yetkazib beruvchilar bilan barqaror hamkorlik olib borish kerak. Balki mana shu biznes reja sizning yoki kimningdir hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling.